hozirgi paytda imенно mashinalarni marketda shunchalik divers, shunchalik har xilki, kategoriyalari, benzinda, elektrichеский mashinalar, xullas har xil model, dizayn, har xil davlatlar ishlab chiqargan mashinalarni topsangiz bo'ladi. Lekin bugun men sizni точно hayron qoldiraman. Chunki bugun sizlar bilan birga obzor qilmoqchi bo'lgan mashina bu Великая depressiya paytida, Birinchi jahon urushidan keyin aynan shu paytdan chiqargan va Henry Fordni o'z qo'li bilan yaratgan dizayni asosida o'g'lini tashabbusi bilan chiqarilgan bu Ford model A 1931-yildan boshlab chiqishni boshlagan va mutlaqo bitta erani tugab, yangi erani, imенно texnologiyalar erasini boshlanishiga sabab bo'lgan mashina haqida sizlar bilan gaplashamiz. To'rtta silindrli dvigatel va 40 ta ot kuchiga ega bo'lgan bu mashina 1931-yilda butun hamma Великая depressiyadan hamma ko'pchilik amerikanецlar chiqayotganda aynan oddiy amerikanецlarni, fermerlarni, doktorlarni, почтальон va politsiyskilarni oddiy shunaqa mashinasi bo'lgan. O'sha paytda juda ham katta ekonomik krach bo'lgan, ya'ni juda ham ko'pchilik bankrotство qilishgan. Shunga qaramasdan Ford A aynan shu dizayn, shu model juda ham ko'pchilik uchun affordable, ya'ni ko'pchilikning puli, возможности yetadigan mashina hisoblangan. Bu mashinani ichiga o'sha paytda ham blogerlar bo'lishganda aynan mana shunaqa bir viewga qarab siz blog qilishayotganini ko'rgan bo'ladi. Thank you. Model A mashinasini hozirgi paytda deyarli muzeylarda ham uchratish juda ham qiyin bo'lgan bir paytda. U bizani Meet Up restoranining egalari, asoschilari imенно shu mashinani shunday qilib sotib olib, mana shu Meet Up restoranining ko'chasiga shunagina park qo'yishgan. Hozirgi paytda agar siz Meet Up restoraniga kelsangiz, bemalol mana shu yerda ko'rib, o'zingiz obzor qilib, rasmlarga ham tushishingiz mumkin bo'ladi.